Barchaga yana bir bor annyeong, qadrli o'quvchilar. Koreilman kursimizning 3-darsini boshlaymiz. O'tgan darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishingizni tavsiya etaman, chunki har bir dars bir-birini mazmunan to'ldirib boradi. Demak, darsni boshlaymiz. 3-darsimiz agendasiga ko'ra biz avvalo o'tilganlardan muhim, kerakli yerlarni bu darsga bog'lab takrorlab olamiz. So'ngra Ulli va undoshlarimizning ikkinchi to'plamini o'rganib, so'z boyligimizni ham oshirib olamiz. Esingizda bo'lsa, biz aytgandikki, har bir so'z yoki blok ikkita yoki ko'pi bilan to'rtta tovushga ega va ular ulli harfga qarab har xil joylashadi. Endi shu mantiqqa asoslanib, biz siz bilan undoshning tagidan yoziluvchi ullilarni hamda undoshlarimizning keyingi to'plamini ushbu darsda o'rganamiz. Demak, bugungi darsda siz bilan bu legomizni undosh desak, undoshning tagidan yoziluvchi ullilarimizni o'rganamiz. Keling, bu safar ham ullilarimiz bilan boshlaymiz. Bu ullilarimiz hozir aytganimdek faqatgina undoshning ostidan yoziladigan, demak, undoshning ostidan yoziladigan ullilar hisoblanadi. Shuningdek, o'tgan darsdagi a, ya, o, yo, a, ya, o, yolar kabi semiz egizaki bor ullilar deb tasavvur qilishingiz mumkin. Xo'p. Demak, birinchi ullimiz bu o'zbek tilidagi o bilan bir xil talaffuz qilinadigan o harfimiz. O, oddiy o, o'rdakka ketadigan o. Va uning semiz undoshi yo. Keyingimiz o'ning teskari o'girilgani u harfi va uning semizrog'i yu. Va oxirgi ullimiz u harfi. Oddiy u, ya'ni ruschadagi u bilan bir xil. Esingizda bo'lsa, bizda i harfi bor edi. U tepaga qarab yoziladigan bitta tayoqcha, u harfimiz esa yotqizib yoziladigan bitta tayoqcha. Xo'p. Yana bizda bir qoida bor edi. Bug'uning boshida kelganda ullilarimiz doim tovushsiz hamrohi bilan yoziladi, ya'ni tovushsiz undosh bor bizda. Xuddi shunday ushbu ullilarimizda ham bo'g'inning boshida kelganda tepasidan tovushsiz undoshni qo'shib yozamiz. Misol uchun aytaylik, so'zimiz ulli bir harf bilan boshlandi. Mana shu berilgan ullilarimizdan biri bilan boshlandi. U bo'lishi mumkin yu. E'tibor bering, men harfimni yozishda birinchi tovushsiz undoshni yozdim, keyin ullining o'zini yozdim va tagidan qanaqa harf kelsa o'shani yozasiz. Demak, bu harfimiz, so'zimiz yu. Yu. Bu 6 degan. Ana endi undoshlarimizga o'tsak bo'ladi. Bugun bizda ko'rib turganingizdek bor yo'g'i 4 ta undosh bor. Bular o'tgan darsda o'qigan ba'zi undoshlarimizning qattiqroq, ya'ni kuch beribroq aytiladigan akasi deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Endi esa bu undoshlarimizning ukalari qaysi edi, ularning talaffuzi qanaqa bo'lardi va bu undoshlar bilan qanaqa farq qiladi, shularni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi undoshimiz bu kiyok. Demak, biz o'tgan safar kiyok harfini o'tgandek k, g deb o'qiladi. Va uning bugungi akasi q. Xo'p, bu qattiq k, oddiy k, lekin qattiqroq, ya'ni zarb bilan aytiladigan k. Demak, misol uchun bitta harf bilan farq qiladigan so'zlarni ko'raylik. K. To'g'rimi? K. Hozir aniq esimda yo'q, balkim o'tgan safarda o'rgangan bo'lishimiz mumkin. K bu degan so'z bor, bu degan bor degani, ya'ni bormoq, bor. Bu harfimiz esa Q. Demak, bu ingliz tilidan olingan so'z mashina. Xo'p.
Keyingi undoshimiz bu Tigit. Tigitni o'tgandik va uning bugungi akasi Tit. Tit. Xo'p, bunga misol uchun bizda ta degan so'z bor. Ta. Bu degani hammasi degani yoki hamma, barchasi hamma. Va bugungi akasi bilan yozsak ta. Ta. Ta bu nima? Ta nimadir transport vositasiga minish degani. Demak bizda ta bor va ha bor. Qattiqroq zarb bilan aytish kerak. Xo'p, keyingi undoshimiz bizda pip. Pip bor edi va bugungi akasi pip. E'tibor bersangiz, kiyok va kiyik va tigit va tiyitlar bitta tayoqcha bilan farq qilyapti, ya'ni qornida tayoqcha qo'shib qo'yamiz. Lekin mana bu pip va pip harflari bir-biriga unchalik o'xshamaydi. Shuning uchun adashtirib yubormanglar. Demak, bizda pip uchun aytaylik ba degan so'z bor. Bu misol uchun ice cream ba. Ice cream ya'ni muzqaymoq, cho'pli muzqaymoqlarni ko'pincha ba deyishadi. Keyingi pip uchun misol esa pa. Ya'ni sal qattiqroq aytish kerak. Pa. Birinchisi shunchaki ba bo'lsa, keyingisi pa. Demak, pa bu nima? Bu ko'k piyoz degani, oddiy qilib aytganda. Va bizda keyingisi chit bor va chit bor. Bunga misol uchun cha bor bizda. Cha degani misol uxla degani. Uxlamoqning uxlashi. Va keyingisi cha degani mashina degani. Bu koreyscha so'z. Ka bu inglizchadan olingan ka bo'lsa, cha bu rostagam koreyscha so'z. Xo'p, bu ikkalasi qanaqa farq qilyapti? Biz shunchaki ya'ni chani qattiqroq qilib cha demayapmiz. Demak, bu qanaqa aytyapmiz? Bu cha, ya'ni ch bilan c ning qanaqadir qo'shilgan yoki o'rtasidagi tovush. Cha emas, cha ham emas, cha. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Xo'p, uyga vazifa sifatida esa ushbu ikkita vazifani bajaringlar va albatta berilayotgan vazifalarni bajarib borishlaringni maslahat beraman. Va bajarayotganlaringda albatta, ya'ni shu so'zlarni yozayotganlaringda tovush chiqarib yozishga harakat qilinglar har bitta so'zni. Misol uchun shunchaki yozmasdan aytaylik, cho harfini yozyapsizlar. Shunchaki yozmasdan o'sha 5 marta yozganlaringda cho bitta yozdinglar, cho ikkita yozdinglar. Shu tarzda yozishlaringni maslahat beraman. Endi esa avvalgi darsimizdagidek ham talaffuzimiz, ham lug'at boyligimiz ustida ishlaymiz. Men berilgan ushbu so'zlarni aytaman va sizlar mening ketimdan takrorlashga harakat qilinglar. Xo'p, birinchi so'zimiz po. Burun. Pukki. Pechenya. Agarda aytaylik shuni biz oddiy kiyok bilan yozganimizda qora bilan yozamiz. Kiyok bilan yozganimizda bu kugi bo'lib qolardi, ya'ni kugi.
Bizda hozirgi vaziyat k, ya'ni cube bilan yozganmiz. Shu sababli cookie, ya'ni bu inglizchadagi cookie so'zi bilan bir xil, pechenye degani. Xo'p, keyingisi namu. Namu daraxt. Uri. Uri biz. Kugi. Kugi go'sht. Agarda shuni teskarisiga, demak, o'zi bunaqa so'z yo'q. Lekin aytaylik. Teskarisiga kiyik bilan yozganimizda biz qanaqa o'qirdik buni? Pukki deb o'qirdik. Pukki. Xo'p, davom etamiz. Radio. 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 Tomato. Tomato. Pomidor. Ingliz tilidagi tomato bilan o'xshash. Son. Son. Qo'l. Nun. Nun. Qor. O'nil. O'nil. Bugun. Hanil. Hanil. Osmon. Hanguk. Hanguk. Koreya. Hangul. Hangul. Demak, e'tibor bering. Koreyaga bog'liq ko'p narsalar Han deb yoziladi. Han. Demak, Hanguk Koreya edi. Hangul koreys yozuvi. Shu tarzda misol uchun hozir davom ettiramiz yana. Hangugo. Hangugo koreys tili. Yoki shuni boshqacharog'i Hangungmal. Hangungmal koreyscha, ya'ni Hangugo bu tilni, koreys tilini o'zi bo'lsa, Hangungmal esa demak koreys tilida gapirish, ya'ni koreyscha, ya'ni o'zbek tili bor, o'zbekcha bor. Xuddi shunday koreyscha bilasanmi desa, Hangugo arayo deyishning o'rniga ko'pincha Hangungmal arayo deb savol beriladi. Xo'p, keyingisi uyu. Uyu. Sut. Computer. 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 Notebook. 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 Mouse. Mouse. Sichqoncha. Umak. Umak. Musiqa. Nure. Nure. Qo'shiq. Handphone. Handphone. Telefon. Earphone. Earphone. Quloqchin. Check. Check. Kitob. Pew. Pew. Jadval yoki chipta. Piangi. Piangi. Samolyot. Piangi pyo. Piangi pyo. Samolyot chiptasi. Hakkyo. Hakkyo. Maktab. Swap. Swap. Dars. Sukche. Sukche. Uyga vazifa. Demak, sizlarga bugun sukche ushbu mashqimizni lug'atda berilgan, ya'ni 30 ta so'zni 3 martadan takrorlab yozasiz va albatta yodlaysiz. Hali aytib o'tganimdek, so'zlarni yozayotganingizda albatta tovush chiqarib yozishga harakat qiling.
Shu bilan 3-darsimizni ham tugatamiz. Koreys tilini o'rganishda davom eting va agarda ushbu ajoyib tilni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lsa, yuqoridagi kontaktlarga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, 大家好，拜拜哟。